Farg'ona viloyati avtomobil yo'llari bosh boshqarmasida yo'l qurilishi sohasidagi tadbirkorlik subyektlari uchun seminar trening tashkil etildi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha Devonning Farg'ona viloyati hududiy bo'limi va O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi Farg'ona viloyati hududiy boshqarmasi vakillari, Transport nazorati inspeksiyasi, yo'l qurilish ishlarini nazorat qilish boshqarmasi inspektori hamda Farg'ona viloyati avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi mutasaddilari qatnashdilar. Unda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar huquqlari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonining ijrosini ta'minlash, tadbirkorlarning yo'l qurilishi sohasidagi majburiy talablardan xabardorligini oshirish, yo'l qurilish sohasida qoida buzilishlarni oldini olish masalalari bo'yicha ma'ruzalar tinglandi. Ushbu seminar treninglarimiz har chorakda bir marta o'tkazilishi belgilangan. Bu seminar treningimizni o'tkazishdan maqsad tadbirkorlarga o'zini huquqlarini, o'zlarini majburiyatlarini tushuntirish, biz tomonimizdan tekshiruv o'tkazilayotganda qanday yo'l tutishlari, shuningdek qoida buzilishlarni oldini olishga qaratilgan. Tadbirda Farg'ona viloyati yo'l qurilishi sohasida faoliyat olib borayotgan davlat xizmatchilari va tadbirkorlik subyektlari vakillari qatnashdilar. Men 40 yildan ortiq yo'l qurilish sohasida ish olib boraman. Tadbirkormiz. Mana shunaqa yangi chiqqan loyihalar, yangi chiqqan qonunlar bizni tadbirkorlarni ish olib borishda juda katta ahamiyatga ega. Bunaqa yig'ilishlarda tadbirkorlarga qonun qoidalar, ish olib borish yo'llari, ularning tartiblari, sifatlari to'g'risida yaxshi tushunchalar beriladi. Tadbirkorlar bundan juda katta foyda oladi. Yig'ilish qatnashchilariga slayd ko'rinishida yo'l xo'jaligi sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlar, shaharsozlik to'g'risidagi qonunchilik va texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar hamda yo'l xo'jaligi sohasida tadbirkorlar huquqlari va qonuniy manfaatlarini davlat tomonidan himoya qilinishining normativ-huquqiy asoslari yuzasidan jami 15 dan ortiq qonunlar, kodekslar, farmonlar, qarorlar va me'yoriy hujjatlar doirasida tushunchalar berib o'tildi. Ushbu yo'nalishda o'zaro savol-javoblar amalga oshirildi.